Voy, bu sho'ri o'lgurdi, go'sham yo'q. Bu dasturxonga men ekmasam bir choy ham kelmaydi. Ay kelin, gazga choy-poy qo'yib yuboring. Hozir men qo'yib kelaman, buvijon. Qo'y, sen qo'yma, o'tir joyingda. Hozir choy qo'yaman deb uyi portlatib yuborma tag'in. Buvijon, siz ko'nglingizni to'q qiling. Men hozir choyni yez qilib kelaman. Ana, mening choy. Oh. Nimani hidi bu? Nimani hidi bu? Voy o'la qolsin. Voy meni gazni kim yoqib qo'ydi? Voy gaz solib ketdi-yu. Ta'tilligini qursin sen qizni. Men telab qilmadim. Buvijon, doktor mana boraman. Senga pishirib qo'yibdimi? Ha, pishirib qo'yibdi. Bay, men bagimalarni qara. Qaytadan erga tevarging keladi-ya. Ha, unda erga degan buvijon. Voy, o'zim o'rgilib keting Zahroxon. Endi chiroyli kelishtirib, hamma narsalaringizdan komplekt qilib berasiz endi, hamma. O'zim o'ynayning. Ey, tep tashana hamma narsaga hozir sindirib qo'yasan. Hali sindirganim yo'q. Sindirsang gapirasiz, buvi. Turqin qolsin. Nima deb aytdim? Jonimni jonisi jonim. Voy, bu bagingiz nech pul edi Zahroga? İtalyanski $5000 edi-da. Qancha? 5000. Endi men seni tutaman. Yaxshi. Mana bu bekni bosasiz. Keyin mana qizga chiqadi. Nima chiqadi? Voy, ana malades. Judayam noto'g'ri bajardingiz. Malades. Birga bir qo'shsa necha bo'lar ekan? To'rt. Birga bir qo'shsa to'g'ri bo'ladi. Ura, baraka toping. Sizdagi aqllisini ko'rmaganman. Birdan keyin necha keladi? 3. Birdan keyin 3 keladi, to'ppa-to'g'ri. Birdan keyin 3 kelishni o'qityapmizmi sizni? Yashang. Matematika o'qituvchisi kim bog'chada? Onanib ketding. 2 dan keyin necha keladi? 4. 2 dan keyin ham 4 keladimi? Siz bilan otangiz faxrlangan bo'lardi hozir. 4 dan keyin necha keladi? 3. 3 keladi. Aslida tepaga emas, pastga qarab ketadimi? Biroz to'g'ri. Yaxshi, yomon emas, yaxshi o'qibsiz. Oh. Oyjon. Men erim xohlagandek ayol bo'la olmayapman, oyjon. Ha, bo'laydi kelin. Oyjon. Mani bachadonimni kesib olib tashlashar ekan. Ha, olsa olar. Ikkita tug'dingiz. Bitta bachadoni yo'q sizmi? Voy, bu nima deganingiz, oyjon? Obbo. Nima qarang kelin. Bilgan. Nizni qiling. Hamma jonimga tegib ketdingiz, mingilaverib. O'tdi. Bori. O'zi mana dardimni faqat Instagram tushunadi. Bachadonimizda joylashgan. Endi bizda qabziyat bo'ladi, ichak tushishlari kuzatiladi. Operatsiya qilib bu bachadonni butunlay olib tashlanadi. Toza mushaklaringiz juda ham bo'shab ketganini hisobiga sizda bachadon tushi kuzatilyapti deyishgan ginekologlar va shu sababdan bachadoningizni olib tashlaymiz deyishgan. Qarang, biz siz bilan offline rejimda mashg'ulotlarni bajarib, toza mushaklaringizni yaxshilaymiz va bachadoningizni saqlab qolamiz. Rostdanmi? Shu trenajyor bilanmi? Ha. Qo'shimchasiga er-xotin munosabatlaringiz ham yaxshilanadi. Mashqlarni qachondan boshlaymiz? Hoshimjon aka. Qalaysiz? Normal. Bugun uyda hech kim yo'q ekan. Zo'rku. Rasm yo'qdimi? Unchalik emas. -2 baho. Ranvir juda baxilsanda. Oyjon! Voy, o'la. Yurang yorvardingiz kelin. Oyjon, shok xabar. Voy, ha? Adingiz o'lib qoptimi? Voy, yo'q, astag'firullah dey oyjon. Bachadonimni operatsiyasiz saqlab qoldik oyjon. Shu shok xabarmi? Kimdir o'lsa,
avariya bo'lib, mashinani tagiga kirib ketsa, uy-puyi yonib ketsa, mana shu ko'p xabar bo'ladi. Kelin. Oyjon, Faxriya xonim baraka topsinlar. Offline kurslarida o'qib, hayotim tubdan o'zgarib ketdi. Voqlari oldilariga borsam bo'lar ekan. Operatsiya ham qilmadik. Erim bilan munosabatlarim ham yaxshi bo'ldi. Aytgancha, yana bitta shu xabar bor. Oyjon, siz yaqinda 3-marta babushka bo'lasiz. Homiladorman. Voy, bu yangilikni Hoshimjon akam ketmasam bo'lmaydi. Nima dedi o'zi? Tug'aman deydimi? Voy, ikkita bilan to'xtatsa ham bo'lardi. Filosofmi bu nima balo? Voy, ersiram yo'l. Mayli, nima bo'lsa ham umr rizqi bilan bergan bo'lsin, Alloh akbar. Men izlashda shuncha rasvot qilaman yana. Qaqa keldim. O'zimni shirin bolajonim. Seni kelishingni judayam kutyapman. Hali dunyoga kelganingda mana shu pamperslarni taqasan. Sen adajoning bilan rosa ham kutyapmiz. Voy, tushunmadim. Men 15 pachka pampers olgandim. 10tasi qayerga ketdi? Uyimizda o'g'ri bormi? Oyjon, nima qilyapsiz? Hay, kelin. Mana Smart Baby pampersizchi? Bolalarga emas, qariyalarga ham juda yaxshi narsa ekan. Voy, jonni huzuri. Vohliroq bilsa bo'lar ekan. Alo, oyi. Nima qilyapsiz? Voy. Xonamga kirdim hozir ishlarim qilib. Voy, короче. Qaynonam shunaqa asabim o'ynadi deyishsiz. Boya kunduz bozordan keluvdim. Yaxshi niyat qilib, mana Smart Baby degan pampersdan olib keluvdim bolaga. Keyin o'rtoqlarim ham keyin ko'p mamashalar maqtagan ekan. Terlatmaydi, siz zo'r pampers deyishdi-yu. Shunaqa irimchidey bilasiz, oyi. Irim qilib, tug'ilmagan bolaga nimaga pampers olasiz deb jinnis tutib qolsa bo'ladimi? Voy oyijon, men sizni pulingizga olmadim, o'zimni yiqqan pulimga oldim desam ham tushunmayapti-de. Voy, bilmadim, oyi, men bu xotin bilanchi uzoq yashay olmayman, jinni bo'lib qolaman, ishoning. Yo'q, men jinni bo'laman. Yo'q, bu xotin jinni bo'ladi. O shunaqa nervimni bor-u, bo'lib men taksi o'zimda bildingiz-ku, shunaqa qaynonamni yomon ko'rib qoldim. Ey Xudo ilohim, ish qilib o'xshab qolmasin deb bo'lam shu xotinga. Yana nimamush? Beshigini qo'g'donlarni olib kelarmishsizlar. Voy, boshdan oyoq hamma sarpalarni sila qilib berarmishsizlar. Nevara bularniki, yo bola bularniki-da, lekin sila qilib berarmishsizlar. Zaril shtuli, yepti. Yomon nazar ochdi men qaynonamga. Voy, to'xtab turing, buni rosa gap bor deydigan odati bor. Qo'ymay turing-da. Oyjon! Oppo, irim-sirim boshlandi. Assalomu alaykum oyjon. Voy bu, kelardingizmi keyingi hafta? Bitta bozorlik qilib kelish shuncha qiyinmi? Hayron qolaman, tavba qildim. Voy, uzr oyjon. Ancha qolib ketib qoldim. Mana nima balo? Pampersmi? Ha, pampers oyjon. Siz pampersni nima qilasiz? Qaysi pulga oldingiz? O'zimni yig'ib qo'ygan pulimga oldim oyjon. Siz bergan pulga emas. Sizni kallangiz joyidami kelib? Hali tug'ilmagan bolaga ham narsa ko'tarib keladimi? Voy oyjon, irim qilmang. Rosa ham ko'p mamashalar Smart Baby pampersini menga maqtashdi. Chaqaloqga allergiya bermas ekan, terlatib yormas ekan, a bolajonim? Voy astag'firullah. Siz avval bola tug'ing.
bolangiz ishton-pishtoniga bajarib qo'ysin. Qani undan keyin bilamiz-de. Kim nima desa ko'tarib olib kelaverasizmi? Hali tug'ilmagan bolaga hech narsa olib bo'lmaydi, kelin. Voy oyijon, yaxshi niyat qilib oldim. Niyatingizga tupurdim. Voy. Ha, endi sizlar hamma narsani bilasizlar. 10 ta tug'ib katta qilib qo'ygansizlar-ku. Biz qayerdan bilardik? O, bolajonim kevasachi. Hamma narsasini qator-qatorlashtirib tashlamaymizmi, a? Voy, uzr oyijon, sizdan so'ramay olib qo'yibman. Endi bola tug'ilsa, siz bilan maslahatlashib olamiz-da, ha? Hali xudo xolasa, nevarajonimni eson-omon bag'rimizga bosmasa, hamma narsasini boshdan oyoq ota-onangiz qilib beradi, a? Nima? Hay kelin. Labbi oyijon. Yoqqa keling tez. Siz bunda oylik oldingizmi? Aldım oyijon, aldım. Olgan bo'lsangiz, bermaysizmi? Voy, o'zimni nazari ochqayni onamni. Ko'p aldım. Chiqaring unda. Mana plastikda bu, plastikda oyijon. Voy, ish qilib cho'qi ko'proqmi? Yeb to'ymagan. Yana bam to'ymaydi. Nazari och oyijonim ey. Voy, turqis qursin ey. Voy, aptis qursin ey. Boring, ko'p gapirmasdan ujinga ovqat qiling. Ovqatiga zahar qo'shg'arsan deb kamirsoq. Voy, kelinmas bu. Balo. Bir burda. Oh. Bay. Yomon chanqab ketdim-ey. Bujoq, bu Hosaroyni bagalmi? Ha, bagali bolam. Bujoq, men katta qiz bo'lsam-chi, buvimga Hosaroydan uy olib beraman. Voy, o'zim sendan olanib ketay. Voy, uy olib beraman degan tillaringdan o'rgili. Oh, nevaraman, biram mehribon-de. Sizga emas, ayamma ayasiga. Kimga? Ayamma ayasiga. Voy, ayini ayasiga Xonsaroyda pishirib qo'yibdimi? Undan ko'ra otang onasiga olib turqing qurgur. Sizni uylaringiz ko'p-ku, boyvachchasiz-ku. Sizga uyning nima keragi bor? Qaroti sizga shu ham bo'laveradi. Sen qizni miyeni onang zaharlayapti. Sen bunaqa emasding. Buvi, menga ayam yomon ko'rasiz. Sizga ayam nima qildi? Ha, qurib ketmagur. Baribir ona deysan-a? Agar zamon ko'tarsa, seni onang birinchi bo'lib meni otadi. Bay. Seni shuncha boqib katta qilibman. Yemay yediribman, kiymay kiydiribman. Gapirayotgan gapingni qara, o'l tasqara. Menga boqqaningiz minnat qilaverasiz, tushunganmi? Boring. Voy, sen bir burda buncha menga gap qaytaradigan bo'lib qolding? Ha? Hozir men seni onangni go'shini tutaman, shoshmay tursin. Oh. Voy, bu kelin degani o'zidan bilib mana shunaqa idish tovoqlarni yuvib qolsa-de. Bu qaynona degani indamay o'tirsa-de. Voy, uloqasi. Ay, kelin. Labbay oyijon. Hop, ujinga osh qiling. Nima? Osh? Ha, osh? Ha. Oyijon, menga sizningcha ko'p ovqatingizni yaqinda qo'lingiz to'lib ketadi. Yapting qo'lga ber. Voy. Ha, odam bo'lgandan keyin yeyman-de. Siz odammisiz? Ha, hayvonmanmi? Oyijon, siz qizil kitobga kirgansiz. Assalmi. Bay. Bu hozirgi kelinlarning tili bir qarich emas, 10 qarich, 10. Oyijon, 10 qarich emas, 100 qarich. Ha, hali o'lib ketaman, qutulasizmanda. Oyijon, yomonga o'lik yo'q, hali berib o'lmaysiz. Men. Voy, bu dardsan balo deydi-ya. Voy, kelinmas bu balo. Oh. Voy, bu qaynona emas, ajdarxon. Oh, voy, men o'lib qolaman shakil. Voy, men o'lib qolaman. Voy. Voy, chidolmayman bu oruvga. Voy,
buvijon, siz o'lib qolasizmi? Voy bolajonim. Mendan rozi bo'lganmi? Roziman buvijon, roziman. Oh. Voy jonim. Voy jonim ey. Oh. Voy bechora buvijonim ey. Sizni ko'rib rahmim kelib ketdi. Voy bu boshim o'lgur tars yoralaman deydi ya. Voy. Davlengizni o'lchab ko'raymi? Voy, shart emas bolajonim, shart emas. Voy, men o'lsam mani eslab yurgin hamma. Unutma meni bolam. Siz o'lib qolsangiz, kim menga pul beradi? Voy. Senga men kerakmi yo pulim kerakmi? Polis kerak buvijon, polis. O'zi sen turqsa ular ham menga meni pulim kerak. Ey nazoratchilar. O'laman, qutulasanlar. Sizni eslab yuraman buvijon. Yaxshi ayollardingiz. Magazinlarga olib chiqardingiz. Ko'chalarga olib chiqardingiz. Aylantirib kelardingiz. Endi o'lib ketasiz bugun. Ilohim men joningiz jannatdan bo'lsin. Allohu akbar. Ey xudo. Endi navaraman menga o'lim tilab tursa edi odimni kimga aytaman? Tur yo'qol hammang. Buvijon, o'lishini oldin 10 ming so'm pul berib keting. Keyin o'laverasiz. Voy. Joy indamasa menga o'lim tilaysan-a bir-birda. Seni onangni o'ldirib go'rga tiqib keyin o'zim o'laman. Tushundingmi? Tur yo'qol ko'zimga ko'rinma. Hey, betarbiya. O'ladigan ahmoq bormi? Voy, boshim og'rig'i ham tarqab ketdi-ya. Kuchalar. Aydın kuchalar. Oh. Buncha ham go'zalsiz. Aydın kuchalar. Şimdi qo'yganma kirib qolgan. Voy tag'in. Voy, yo'q, do'shim etmas ekan. Oyjon? Ha? Hakim boqimnikida rosa beshik to'y bo'lyapti. Siz nimaga chiqmayapsiz? Ha. Shu pastkiga chiqib sasib ketgan qovurdog'ini yemasam yo'q kelin. Nega unaqa deyapsiz, oyijon? Kelin olganda ham qovurdog'ini yeb qo'yib, bir hafta atraliniya bo'lib yotganman. Qudalari pastdek. Voy, oyijon, Hakim opa hech qanaqa beshuv olmabdilar qudalardan. Hammasini o'zlari qilibdilar. Menga aytdilar, anaqa hamma ham sizni qaynonangizga o'xshagan pas emas, qudalarnikidan nima kelarkin deb poylab o'tirmaydi dedilar. Nima dedi? Shunaqa dedi. Voy, kelib mana shu sassumani gapirdimi sizga-ya? Lekin men ham oyijon, hech ham bo'sh kelmadim. Men oyijonimcha dedim, siz tuqqaningizdan keyin kelin. Qudalarim obora bo'lib beshuv qovurdoq olib kelib yurmasin. O'zimni nevaramga tursigidan tortib paypog'igacha o'zim qilaman. Meni ko'zim to'q deb aytdilar dedim. To'ppa-to'g'ri aytibsiz. Kelib mana shu sassub o'pishaydan gap yeb qolganingizda-chi, kuningizni ko'kka sovurardim kelib. Men hozir chiqib kelay, turq sovunikiga. Oyjon, faqat mendan eshitganingizni aytmang. Men sizga terpilamasdan kelin. O'zim bilaman nima deyish. Men shu zubachiskani tiqaman hozir chiqib. Yes! Hilalarim ish berdi. Rostdan ham de, nima meni uydagilarim qilish kerak? Nevara bularniki-yu. To'g'rimi? Kelinlar. Hoshimjon aka. Ha? Nima ovqat qilay? Oyimdan so'ra. Hoshimjon aka. Ha? Oyim adamlarnikiga bir kunga borib kelsa maylimi? Oyimdan so'ra. Hoshimjon aka. Bugun kelamiz, aylangani boringlar-ku. Oyimdan so'ra. Oyjon. Ha? Anaqa men universitetga topshirib o'qimoqchi edim-da. Ha, siz oldin evlab, meni o'qishimda o'qib qo'ying. Voy, oyijon, siz o'qishingizda 2 yildan beri o'qiyapman-ku. Oh. Voy, o'qib olim bo'lamidingiz? Bo'pti, boring, yeringizdan so'rang. Hoshimjon aka. Ha? Anaqa men Tashkent Perfekt universitetga topshirib
o'qimoqchi edim. Hozir hamma reklama qilib maqtayapti-ku. Kontrakti ham arzon ekan. Balkim grantga kirib qolishim mumkin. Rosa shu universitetda o'qigim kelyapti deb bitta omadimni sinab ko'rib topshiring. Ruxsat berasizmi? Oyimdan so'ra. Yo, men o'zi kimga erga tegganman? Sizgami yoki onangizgami? Hammada shunaqami yo bitta mendanmi? Buvijon, Ha? nima qilyapsiz? Oh, ko'rmayapsanmi bolam? Xayol surib o'tiribman-da. Qaynona kelin rolni o'ynaylik. Voy, xo'p, o'ynaymiz. Oyijon, Voy, labbay kelinjon. nima ovqat qilay? Sho'rvami, oshmi, masavami? Voy, bilganingizni qiling, kelin poshsha. O'zim sizga qo'llarimni o'ynatib osh qilaman. Voy, o'laqasin. Ha, bu oshni yonida salati yo'qmi? Voy, salata yeysizmi? Hoy, yeyman-da, kelin poshsha. Salat yegunga zahar yedim bo'lmaydimi, oyijon? Voy, astag'firullah. Shunaqa ham puli bir qarich kelib bo'ladimi? Boring, ko'p gapirmasdan osh-ovqat qiling. Boring, jo'ning. Voy, attis qursin, oyijon, zahar. Voy, jo'ramasdan keting, kelin poshsha. Voy, xo'p bo'ladi, oyijon. Tillatishib qo'yarsanmikin? Hozir ham o'rtashyapti-yu. Vinilmi, vaynil qo'yasanmikin? Qaragandan keyin tishlar ham o'rtlashib ketar ekan. Ha, kelin. Necha kirlarni qo'lda yuvib qolibsiz? Kir mashina buzilib qopti, oyijon. Obbo, yanami? Nima qilib bizdingiz? Voy, men buzmadim. Qamchilik bilmasam ekan. Ha, endi beli og'rimagan noishni ko'rdandi. Otangizniki bo'lganda ayab ishlatardingiz. O'zi siz darsingizdan sog' narsam qolmadi uyda. Meni ham o'ldirib go'rga tiqib yuboring. Oh, yarim asrdan ko'p yashab qo'yibman ha. O'zi o'lib paytam kelib qoldi. Voy, bu bola chaqalida umrim o'tib ketibdi-ya. Voy, umrginama. Qandoq go'zal ayol edim-a. Qarib hamma joyim tugadi. Voy, yog'imdan bu yog'im yaqinlashib qoldi meni ham. Gapim yoqmay qolsin. Tirikchilik shuni qara. O'lsam-u qutulsa-da bu. O'ladigan ahmoq bormi? Shundoq uy-joylarni mana shu qarchang'i kelinlarimga tashlab ketar ekanmanmi? Yepti. O'laman. Sizlarni 10 tani o'ldirib keyin o'laman men. Yaxshiga o'lim yo'q.